bozor munosabatlari bo'yicha eng asosiy masala bu aholiga toza sifatli go'sht yetkazib berish. Bugungi kunda go'sht masalasi juda jiddiy. Demak, mol go'shti, qo'y go'shti, bu endi parranda go'shtlarini ichida barining eng kattasi hisoblanadi. Qo'qon shahar hokimligida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 16-iyun kungi videoselektor elektr yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi, xususan go'sht mahsulotlari narxini barqarorligini ta'minlash, go'sht mahsulotlari savdosi jarayonida sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilish yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Sanepid qo'mita, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari, tayyorlov savdo MChJ rahbariyati hamda Qo'qon shahri hududidagi go'sht do'konlari tadbirkorlari ishtirok etdi. Tadbir ishtirokchilariga go'sht do'konlariga qo'yiladigan sanitariya gigiyenik talablar hamda toza qo'llar sog'lom kelajak mavzularida eslatma bukletlar tarqatildi. Qoramolni so'yish, bo'laklash, transportga etish, savdo do'konida sotish, saqlash yuzasidan quyidagi talablarni bajarish lozim bo'ladi. yaxshi ish qilsa bo'ladi.